molni ushlab turib, hidlasangiz ham yomon hidi yo'q. Biz O'zbekistonda yaxshi mol boqamiz deb o'ylagan edim. Germaniyaga kelib ishlab ko'rmaguncha. Germaniyaga kelib, ko'rib, mollarda qanaqa holatda turadi, qanaqa holatda baqishadi, chisti matematikadan boshqa narsa emas. Qancha kaloriya yeyish kerak, qancha suv ichish kerak, qancha dam olish kerak, qancha sut berish kerakligini aniq chiqarib qo'ygan. O'zbekistonda biz yeyotgan ovqatini kaloriyasini o'lchamaymiz. Qo'pol bo'lsa ham hattoki o'zimiznikini o'lchamaymiz, mollarkini qo'yaveraylik. O'zbekistonda qaysi firmalarni bilasiz yoki siz o'lchab ko'rganmisiz? Mollarga qancha kilokaloriya beryapsiz? Undan tashqari qancha sut olishni planlashtiryapsiz? Bu yerda mana qanaqa zo'r sharoit qilgan. Mana hozir yotganda ham ko'ryapsizlar, bu yerga temir qo'yib qo'ymagan, plasmassadan qo'ygan. Nimaga plasmassa qo'ygan? Mol yotganida umuman travma olmasligi uchun plasmassa qo'ygan. Plasmassa o'ta qattiq emas va bukiluvchi. Mana ko'rib turganinglardek. Mollar bemalol yotib turib travma olmaydi. Tagini ham ko'ryapsizlar, qanaqa zo'r sharoit qilgan. Molni ushlab turib, hidlasangiz ham yomon hidi yo'q. Zo'r qilib yuvib tozalab chiqishgan. Zo'ra. Buni mol boqadigan do'stlarga bitta jo'natib qo'yaylik.